Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javuz qishloq dorivor o'simligi. Ismi qush tili yoki qizil taron. Mahalliy ismi ko'k pechak. Har joyda har xil ism bilan ataladi. Rus tilida gorich petichi deyiladi. Balandligi 25-35 santimetr. Yo'l bo'ylarida, yo'l chetlarida, ko'proq nam yerlarda ko'zga ko'rinadi. May oyidan avgust-sentyabr oyigacha terib olsangiz bo'ladi. Qush tili o'simligi shifobaxsh xususiyatlari: buyrak va peshob yo'llarida shifobaxsh, qon to'xtatuvchi va yallig'lanishlarga qarshi o'simlik. Oshqozon ichak tizimini yaxshilaydi. Yangi uzilgan bargi sharbati yo damlamasi yaralarning qonayotgan joyini va shishishlarni tezroq yaxshilashga foyda beradi. Bilmagan insonlar bilgan insonlardan so'raydi. Mutaxassislar tavsiyasi bilan kam iste'mol qilsangiz bo'ladi.